Agar sizga mustahkam, qulay va joyni tejaydigan javon kerak bo'lsa, mana sizga ajoyib tanlov. Bu metal javon atigi 10 soniyada yig'iladi. Hech qanday murakkab bilim talab qilinmaydi. Oldindan tayyorlangan bo'ladi, ochasiz va foydalanaverasiz. Agar kerak bo'lmay qolsa, yig'ib bir burchakka qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunaqa korobkada bo'ladi o'zi. Ko'p joy egallamaydi. Javonning 3 xil ko'rinishi bor. 3 qavatlisini balandligi 85 sm, 4 qavatlisi 120 sm, 5 qavatlisi 160 sm bo'ladi. Cho'lovni ham o'lchovi bir xil bo'ladi. Kengligi 70 sm bo'ladi. Qalinligi 35 sm bo'ladi. Har bir qavatda 30 kilogrammgacha yuk ko'tara oladi. Bemalol og'ir buyumlarni ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. 4 ta g'ildiragi bo'ladi. G'ildiragida bemalol o'tga-betga harakatlantirsangiz bo'ladi yoki stopi bo'ladi. Stopini bosib qo'ysangiz bemalol bir joyda turaveradi. Xo'p, xohlagan joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi bularni. Oshxonada, idish-tovoq, ziravorlar, oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hammomda sochuvlar, shampun, gigiyena vositalari, uyda kitoblar, kiyim-kechak, qutishalarni yoki suynerlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Omborxonada ham ishlatsangiz bo'ladi. Har xil asbob-uskunalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Do'konlarga ham olishadi buni. Mahsulotlarni yoki har xil buyumlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hoziroq olib ketishingiz mumkin yoki biz yetkazib beramiz.